Qisqasi, o'yinni 8 millat o'yinchi o'ynaydi va o'yinda 195 dan ortiq serverlar mavjud. Shaxsan o'zim O'zbekiston serverida o'ynaganim uchun shu server haqida ma'lumot bermoqchiman. Serverga kirishdan oldin bilishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'yindagi difficulty, ya'ni qiyinchiligi. O'yinda 4 ta qiyinchilik darajasi bor: easy, normal, hard va impossible. Juda ko'p rivojlangan davlatlar easy qiyinchiligida bo'lishadi. Bunga sabab o'yinchilarning bazaviy donat pullari boshqa serverlardan yaxshiligi. Biroq ushbu serverlarda varvarlar ko'p bo'lganligi tufayli siz ko'pincha o'zingizga xavotir effektini qo'lga kiritishingiz mumkin. Impossible qiyinchiligiga asosan Afrika davlatlari kirishadi, sababi u yerda seni oddiy chivin ham banget qilib yuborishi mumkin. Ushbu o'yin haqida alohida to'liq video qilib chiqishim kerak. Hozir esa men o'zim o'ynaydigan O'zbekiston serveri haqida gapirib bermoqchiman. Bu server boshqa MDH serverlari kabi normal modda va bu yaxshi tanlov, sababi easy modda o'yin umuman zerikarli bo'lib qolishi mumkin. Impossible desa o'yin haqiqiy tirik qolish simulyatoriga aylanadi. Yana bu o'yin boshqa o'yinlardan farqi, o'yinda difficulty random tarzda tanlanadi va sen spawn bo'lishing kerak bo'lgan server ham random tanlanadi. O'yin qiyinchiligiga spawn bo'lgan joy va difficulty dan tashqari yana ko'p omillar ta'sir qiladi. O'yinchining xarakteristikalari ham random tanlanadi va agar siz random bilan umuman kelishmasangiz, nogironlik defektini ham qo'lga kiritishingiz mumkin. Va ushbu serverda bu defektni qo'lga kiritgan o'yinchilarga imkoniyatlar kamligini inobatga olsak, sizning o'yin qiyinchiligingiz hard va undan pastga tushib ketishi mumkin. Undan tashqari o'yinda skilllar va unvonlar ham bo'ladi. Xo'sh, video bu serverda tirik qolish haqida edi. Aslida bu server boshqa serverlarga nisbatan Korolevskaya bitva, Sudная nочь yoki boshqa shunga o'xshatgan zo'ravonlik elementlari bor bo'lgan eventlar o'tkazmasligi bu server anchagina tinchroq va o'yin barqarorligini ta'minlaydi. Va undan tashqari bu serverda varvarlar kamligi ham qalin plus hisoblanadi. O'zimni gameplayim haqida aytib bermoqchi edim, biroq men hali endi 18-darajaga kelganman va hali o'yinni yakunlaganim yo'q. Lekin men Telegram kanalda serverdagi gameplay haqida fikrlarim bilan bo'lishib boraman. Shuning uchun Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va biz boshqa bir random o'yinchini gameplayini tahlil qilib, o'yin haqida informatsiya berib ketamiz. Xullas, siz serverda spawn bo'ldingiz va sizning birinchi 6 darajangiz shunchaki o'yin bilan sinxronizatsiya qilish bilan o'tib ketadi. Va aynan ana shu 6 darajada siz o'yinda asosiy ishlatishingiz mumkin bo'lgan bazaviy skilllar, masalan, til skillini, yurish skillini va shunga o'xshatgan skilllarni yig'a olasiz va xarakteristikangizni tashkillab olasiz. Va bu darajada sizning asosiy o'ynaydigan zonalaringiz bu bog'cha zonasi va uy zonasi hisoblanadi. O'yinda keyin o'yin o'rgatuvchilar ham bo'ladi. Ular siz nima qilishingiz, nima xohlashingiz va o'yin o'ynash stilingizni yaratishga yordam berishadi. Va ba'zi hollarda siz o'yin o'rgatuvchilarsiz ham spawn bo'lib qolishingiz mumkin yoki o'yin mobaynida ular banget qilish ham mumkin. Bunday hollarda sizni dead dom yoki bolalar uyi zonasi kutib oladi va siz anchagina qiynalishingiz bu fakt hisoblanadi. Biroq o'yinning qolgan qismi o'zgarmaydi. Sababi o'yinning qanday bo'lishiga sizning qarorlaringiz ta'sir qiladi. Zonalar o'zgarmaydi va sizga server tomonidan privilegiyalar ham beriladi. Bulardan to'g'ri foydalanish sizning qo'lingizda. Keyin 7-16-darajagacha siz maktab zonasiga o'tasiz. 7-12 darajalaringizni boshlang'ich maktabda o'tishingiz kerak va shu darajalarda siz asosiy psixologik travmalarni qo'lga kiritasiz va o'zingizdan boshqa o'yinchilar bilan aktiv muloqotda bo'lasiz. Aynan shu lokatsiyalardan boshlab sizni boshqalardan ajratib turuvchi effektlar haqida gapirish boshlanadi. Misol, sizning skiningizning rangi qoraroq bo'lsa, siz maktabda diqqat markazida bo'lasiz va aynan O'zbekiston serverida sizni tashqi skiningiz tuzilishi bo'yicha hazillashish normal hisoblanadi. Biroq boshqa serverlarda bu qattiq qoralanadi yoki ko'cha-ko'chada shiriq qilib ketishlari ham mumkin. 12-16 daraja oralig'i bu o'tish davri deb nomlanuvchi asab buzar quest boshlanadi. O'g'il bolalar o'zlarini bokirlik mo'ylovchalarini usura boshlashadi va har bir teshikka nisbatan simpatiya uyg'ona boshlaydi. Qizlarda esa qonli era boshlanadi va britva nimaligini bila boshlashadi. Siz bu questdan keskin o'zgarishlarni his qila boshlaysiz. Iloji boricha qarama-qarshi jins vakillarini seva boshlaysiz. Ujum munosabatlar boshlanadi. Siz eksperiment qilib u yoqqa borasiz, bu yoqqa borasiz. Xullas, oddiy o'tish davri va dalbayoblikning cho'qqisiga chiqish davri hisoblanadi. Menda esa bu davr na sevdim va na dalbayoblikning cho'qqisiga chiqdim. Mana endi hamma o'zini bosib, seriozlashib, o'zini biladi, seriozn planlarni tuzib boshlaganda men degradatsiya qilyapman. Xullas, 9-sinfgacha siz bu serverda juda katta o'zgarish qilmaysiz. Siz atrofdagilarni kuzatasiz, sizni na siyosat, na atrofdagi voqealar qiziqtiradi. Shuning uchun bu oraliqda siz katta progressiya qilmaysiz. Ha, to'g'ri, ayrim individlar bu oraliqda o'zlari o'yinning mohiyatini shuni katta-katta donaterlarga aylanib ketishgan. Lekin biz oddiy o'yinchilar haqida gaplashyapmiz. 16-darajadan boshlab siz o'yinda kelajakdagi unvoningiz nima bo'lishi haqida o'ylashingiz kerak. Sababi har bir unvon uchun juda ko'p vaqt ketishi mumkin. Biz
esa zadrot emasmiz. Biz yo osonini tanlaymiz yoki eng foydalisini. Xullas, endi siz qiyin tanlov ustidasiz. Siz yoki maktabda 11-sinfgacha yoki kollej va litsey degan yangi zonalarga ketishingiz kerak. Bu serverda kollej zonasi boshqa serverlardek obro'li zona hisoblanmaydi. O'zbekiston serverda kollej zonasini asosan maktabni skip qilish uchun tanlashadi va kamdan kam hollarda u zonaga bolalar o'qib kasb o'rganishga borishadi. Shaxsan o'zim maktabda 11-sinfgacha qolganman va xato qilganimni tushunganman. Sababi 10-11-sinfda maktab zonasini foydasi minimal bo'ladi va shunchaki vaqtni befoyda o'tkazish hisoblanadi. Keyin maktab zonasi haqida video xohlasangiz kommentga yozaveringlar. Va litsey zonasi. Bu zonaga asosan o'qishni xohlovchilar va OTMlarga kirish istagi baland bo'lgan o'yinchilar o'tishadi. Bu serverni boshqa serverlardan farqi O'zbekiston serverining o'yinchilari boshqa serverlarga kirish istagi balandroq bo'ladi. Lekin bu serverdan boshqa serverga o'tish ham juda qiyin quest. Ko'p o'yinchilar til, skilllarni o'rganishga harakat qilishadi va shu skill ortidan surishga harakat qilishadi. Surishda umidi yo'qlar yoki xohishi yo'qlar yoki bu questni o'ta olmaganlar esa davlat oliy ta'lim zonalariga kirishga harakat qilishadi. Video boshida men o'yinchida xarakteristika, skilllar va unvonlar bo'ladi degan edim. Biroq bulardan tashqari boshqa RPG o'yinlar kabi bu o'yinda ham klasslar bo'ladi. Boshqa o'yinlarda alximik, jangchi, assassin kabi klasslar bo'lsa, bu o'yinda gumanitar, xizmat, tilchi, u yoqqa bu yoqqa millioner, omadga ishonuvchi va boshqa klasslar ham bo'ladi. Shaxsan men xizmat klassini tanlaganman, sababi bu klassda konkurensiya kam va meni miyam ayni shu klassga moslashgan edi. Agar siz birinchi 3 ta klassni tanlasangiz, sizni DTM questi kutib oladi va siz shu yerda birinchi unvonni olasiz. Siz endi abituriyentsiz. Ayrim o'yin o'rgatuvchilar bosimi ortidan ko'p o'yinchilar bu questdan o'tishga juda kuchli harakat qilishadi va ayrim hollarda o'z-o'zini band qilish holatigacha kelishlari mumkin. Va rostdan, ayrim o'yinchilar uchun muhim quest hisoblanadi. Ayniqsa gumanitarlar va tilchilar uchun. Xizmat klassidagilarning asosiy qismi zerikishdan yoki o'yin o'rgatuvchilarining xohishi bilan topshirishganligi sababli ularda stress kamroq bo'ladi va questdan o'tish osonroq bo'ladi. Shaxsan o'zim ham aynan shu uchun bu klassni tanlagan edim. Endi haqiqiy o'yin boshlanadi. Siz 18-darajadasiz. Boshqa serverlarda o'yin o'rgatuvchilar uje sizga ta'sir qilisha olmasdi. Biroq siz O'zbekiston serverdasiz. Sizning hayotingizning katta qismida aynan shu o'yin o'rgatuvchilar yordam berishadi. Lekin siz endi mustaqil o'ynay olasiz va maslahatchi sifatida o'yin o'rgatuvchilaridan foydalanishingiz mumkin. Shu joyda agar siz OTM zonasiga kira olmasangiz, sizni asosiy ikkita yo'l kutadi. Yoki armiya zonasiga borish, yoki o'yinda boshqa questlarni bajarib donat pullarini ishlab yurish. Agar siz qiz bola bo'lsangiz, unda sizni boshqa o'yinchilarga biriktirib qo'yishlari ham mumkin. Va bu serverda ko'pincha sizni gameplay vaqtingizni 4 dan 3 qismini birga o'ynaydigan partner o'yinchingizni ham afsuski o'yin o'rgatuvchilar tanlashlari mumkin. Tabriklayman. Siz обучение qismini tugatdingiz. Bu o'yin ochiq dunyolik o'yin. O'yinda hali janr belgilanmaganligi tufayli janrni o'zingiz belgilaysiz. Xohlasangiz drama, xohlasangiz thriller, xohlasangiz yaxshi yakunli komediya. Va eng muhimi, bu o'yinda qaysi serverda o'ynashingizdan qat'iy nazar o'yinda maksimal rohatlanish esingizdan chiqmasin.